Teytur peytur bo'lib qolganmisan? Nima bo'ladi qizingizni ajratyapsiz? Bunday gaplar tuzib ketgan olasan. Men hammasi o'zimni bolam bo'lsa nima ajrataman? Bo'pti dada, maktabga pul bering. Bo'ldi gap yo'q. Men senga 2 ta, men senga ham 2 ta. Zilola qizimga mayli bitta beraman. Na jonim qiz. O'ynaylik. Ularni turmay biladi, qiziga 100 ming berdimi? Bu qizda aniq dadasi tug'an. Maqul, hoppa. Dada, no. Voy, bola, men muncha ko'p non yeysan, to'ymas qilmasan. Ma, qulog'ingga yarasha, qur'inda akalang oldi. Dada, no. Bo'ldi qizim, liposhkami, buxonkami, bo'lishkami? Yo'q, paxta. Bo'ldi qizim, hozir magazинda zing'ilab olib beraman, hamma. Yo, bolalarni toza sog'indiqda. 2 kunginaga uyga olib ketishga ruxsat bering. Olib turing, bir haftaga olib ketsangiz ham mayli. Zilolachi. Buni olib ketsangiz, meni ham olib ketsangizga to'g'ri keladi-da. Yo'q qizim, maymuncha bo'lib beraman. Yo, tavba. Bular ergashmaganmi? Dada, matematikadan uyga vazifaga yordam qiling. Bola, men uncha mayda-chuyda ishlarga vaqtim yo'q. Bor o'zing qil. Xullas, ishda cho'chqacha bo'lgan ekan. Yo'q, erta kerak emas. Bo'lmasa qizim, hozir qo'shiq aytib o'yinga tushib beraman, hamma. Jonim. Yutishga vaqtida keldingizda. Ana gilamlar qo'shvoring og'irda. Men ishdan kelyapman, o'ynab kelganim yo'q, dinkam qurib ketdi o'zi. O'zing qilaver, umuman holim yo'q. Yetisam qurib degan odam qizni mindirib, ikki yoshini qara. Ko'chada butun dunyo boshini egalmagan menman degan erkaklar uyga kelgandan kichkinagina qizchasi ne только boshini egar, kerak bo'lsa mashtin minaveradi. Buni faqat qizi borlar tushunadi. To'g'rimi?